Ikkinchi bo'lim 3-bob. Umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlar. Moliyaviy natijalarning shakllanishi. Mazkur bobda mahsulot, tovarlar, ishlar va xizmatlar sotishdan tushgan sof tushum, elektron tijorat hajmi, sotilgan mahsulot tannarxi, davr xarajatlari, boshqa xarajatlar, asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi, ijtimoiy sug'urta ajratmalari, boshqa daromadlar, foyda solig'ini to'lagunga qadar foyda yoki zarar, sof foyda zarar hamda yil oxiriga debitorlik, kreditorlik qarzlar aks ettiriladi. Korxonaning moliyaviy ko'rsatkichlari 1000 so'mda ko'rsatiladi. Ushbu bobdagi ko'rsatkichlar asosan soliq organlariga taqdim etiladigan moliyaviy hisobotlarni tegishli formalardan olinadi. Ayrim satrlarni to'ldirishda undov belgisi bilan kiritilgan eslatmalardan foydalanish kerak bo'ladi. 201-satr. Mahsulot, tovarlar, ishlar va xizmatlar sotishdan tushgan sof tushum. Buxgalteriya hisobini milliy standartlarga muvofiq taqdim etgan moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning forma 2 shakli 0-10-satr 5-ustundan olinadi. Ushbu satr boshqa tegishli satrlar bilan bog'liqligini eslatib o'tamiz. Ya'ni agar sizni korxonangiz sanoat bo'ladigan bo'lsa, 401-satrga ishlab chiqarish hajmini ko'rsatish kerak bo'ladi. Agar sizni korxonangiz qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, 408, 409, 410-satrlardan birini to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Agar sizni korxonangiz qurilish bilan shug'ullangan bo'lsa, 411-satrga o'z kuchi bilan bajarilgan qurilish ishlarini to'ldirish kerak bo'ladi. Agar xizmat ko'rsatish bo'ladigan bo'lsa, 417-satrda xizmat hajmini ko'rsatish kerak bo'ladi. Agar sizni korxonangiz ulgurji savdo bo'ladigan bo'lsa, 501-satr. Chakana savdo bo'lsa 505-satr. Umumiy ovqatlanish bo'lsa 511-satrlarni to'ldirish kerak bo'ladi. 201-satrda 201-satrdan elektron tijorat hajmi ko'rsatiladi. 202-satrda sotilgan mahsulot, tovarlar, ishlar va xizmatlar tannarxi, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni forma 2 shakli 0-20-satr 6-ustundan olinadi. 203-satrda 202-satrdan ishlab chiqarish moddiy xarajatlari ko'rsatiladi. Ushbu satrni savdo korxonalari to'ldirmaydi. 204-satrda davr xarajatlari, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni forma 2 shakli 0-40-satr 6-ustundan olinadi. 206-satrda boshqa xarajatlar. Ushbu satrda moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar va favqulodda zararlar qo'shib ko'rsatiladi. 207-satrda 206-satrdan moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni forma 2 shakli 170-satr 6-ustundan olinadi. 208-satr 207-satrdan foizlar shaklidagi xarajatlar, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning forma 2 shakli 180-satr 6-ustundan olinadi. 210-satr moliyaviy ijara bo'yicha foizlar shaklidagi xarajatlar, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni forma 2 shakli 190-satr 6-ustundan olinadi. 212-satr valyutalar kurslari farqidan zararlar, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning forma 2 shakli 200-satr 6-ustundan olinadi. Ma'lumot uchun 202, 204 va 206-satrlardan 213-satrda ijara to'lovlari ko'rsatiladi. 214-satrda 213-satrdan yer uchun ijara to'lovi ajratib ko'rsatiladi. 215-satrda bank xizmati, depozitariy, maslahat, axborot va auditorlik xizmatiga to'lovlar ko'rsatiladi. Bunda bank kredit foizlari ko'rsatilmaydi. 216-satrda asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi ko'rsatiladi. 217-satrda ijtimoiy sug'urta ajratmalari ko'rsatiladi. 218-satrda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik uchun to'lov ko'rsatiladi. Bunga balnishni summalari kiritiladi. 219-satrda xodimlar va aktivni majburiy va ixtiyoriy sug'urta qilish, ya'ni korxonalarning ishchilari va ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq bo'lmagan mulklarni majburiy va ixtiyoriy sug'urta qilish xarajatlari ko'rsatiladi. 220-satrda 219-satrdan tashkilot tomonidan xodimlar hayotini va sog'lig'ini ixtiyoriy sug'urta qilish xarajatlari ko'rsatiladi.
221-satrda yoqilg'i xarajatlari ko'rsatiladi. 222-satrda elektr energiyasiga xarajatlar ko'rsatiladi. 223-satrda issiqlik energiyasiga xarajatlar ko'rsatiladi. 224-satrda boshqa daromadlar jami. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni forma 2 shakli 0.90-satr 5-ustun qo'shilgan 110-satr 5-ustun yig'indilari ko'rsatiladi. 225-satr 224-satrdan operativ ijaradan olingan daromadlar ko'rsatiladi. 226-satrdan 232-satrgacha bo'lgan ko'rsatkichlar moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning forma 2 shaklidan olinadi. 233-satrda yil oxiriga debitorlik qarzi buxgalteriya balansining forma 1 shakli 110-satr 4-ustuni qo'shilgan 210-satr 4-ustun yig'indilaridan olinadi. 234-satr 233-satrdan muddati o'tgan qarzdorlik ko'rsatiladi. Buxgalteriya balansining forma 1 shakli 211-satr 4-ustundan olinadi. 235-satr yil oxiriga kreditorlik qarz buxgalteriya balansining forma 1 shakli 491-satr 4-ustuni qo'shilgan 601-satr 4-ustun yig'indilaridan olinadi. 236-satr 235-satrdan muddati o'tgan qarzlar buxgalteriya balansining forma 1 shakli 602-satr 4-ustundan olinadi. 237-satrda yuridik shaxslarga hisoblangan dividendlar ko'rsatiladi. 238-satrda 237-satrdan norezidentlarga hisoblangan dividendlar ajratib ko'rsatiladi. Ma'lumotlar kiritilgandan keyin saqlash tugmasini bosib navbatdagi bobga o'tiladi.